Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Lager shohidi Gulbahor Jelilovaning Tayvandagi guvohligi zo'r ta'sir qo'zg'adi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Cumhuriyet bayramimizni xotirlash haqidagi chaqiriqi. Amerika Uyg'ur birlashmasining 9-navbatlik saylimi o'tkazildi. Kanadaning Vancouver shahrida 2019-yillik Musulmon ayollar ovozi mukofoti yig'ini ochildi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Lager shohidi Gulbahor Jelilovaning 24 oktyabr kuni Tayvan parlamentida bergan guvohligi xalqaro matbuotlar va ijtimoiy tarmoqlarda kuchli inqas qo'zg'adi. Tayvan Sharq Turkiston jamiyatining raisi advokat Xirchavdongning Lager shohidi Gulbahor Jelilovaning lager haqidagi guvohligining kuchli inqas paydo qilganligini bildirib, mazkur guvohlik faoliyatini Tayvan Sharq Turkiston jamiyati bilan Tayvan Tibet do'stlik jamiyati birlikda uyushtirgan sepilsiz turma Uyg'urlarning buguni nomli ko'rgazmaning muhim bir tarkibiy qismi ekanligini ta'kidlab, Gulbahor Jelilova o'zining Xitoy lageridagi echinishlik kechirmishlarini İlham Mahmud apandining tarjimonligida anglatib, zo'r ta'sir qo'zg'aganligi. Shundaqla guvohlik berish yig'inining naq maydonda ko'rinishi inglizcha, Xitoy taratqular va ijtimoiy aloqa munbarlarida keng tarqatilganligini bildirdi. Dünya Uyghur qurultiyining Yaponiya va Tinch okean rayonidagi vakili İlham Mahmud lager shohidi Gulbahor Jelilovaning Tayvanda o'tkazilgan guvohlik berish faoliyati va mazkur faoliyatning maqsadi haqida to'xtalib, Uyg'urlar uchrayotgan zulmlarning haqiqiy yuzini anglatish kerakligini ta'kidladi. Gulbahor Jelilova o'zining bu qitimli guvohligida ilgari taratqularda anglatish imkoniyati bo'lmagan ba'zi ahvollarni anglatganligi, ya'ni saqchilarning so'roq qilish jarayonida o'zini lagerdagi boshqa ayollarga o'xshash atalmish yo'lbos o'rindiq o'ltirg'izib, jinsiy xo'rlash ilib borganligini, tug'utliq ayollarni bu vaqtlardan majburiy ayirib lagerlarga solib olganligini, o'z yotgan kamerda 14 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan gunohsiz ayollarning borligini, 20-30 ayolning bir kamerda sesqichilik qoplagan muhitda suvsiz va tamoqsiz qoldirilganligini, tutqunlarning badanini yara besib, yollig'lanib, pitlab ketganligini, nurg'un ayollarning dori berilib xomush qilinganligini, bu xil ichinishlik ahvollarni qayta aslash va bayon qilishning o'z uchun shu qadar azobli jarayon ekanligini, shundaqdimi o'zining lagerda billayotgan ashu begunoh qarindoshlar uchun xalqaro taratqularda haqiqiy ahvollarni davomli anglatishni o'zining bir insonlik qarzi deb qaraydiganligini so'zlab o'tganda, so'zini tarjima qilib berayotgan İlham Mahmud apandi va yig'in maydonidagi anglovchilarning o'zini tutib ololmay yig'lab ketganligini bildirgan. Bir 1933 yılı 12 noyabr günü ve 1944 yılı 12 noyabr günü tariximizdeki şanlıq bir gün bulup, iki qatımlıq müstakil Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilgan günü. Bu münasebet bilan Dünya Uyg'ur qurultiyi Cumhuriyet bayramimizni xotirlash haqida chaqiriq qildi. Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, 12 noyabr günü bo'lsa, ajdodlarimiz yaqin tariximizda iki qatim Cumhuriyet qurib, mustaqillik bo'lgan teshnoliqimizni va irodamizni namoyon qilgan kun. Cumhuriyet günümüzni xotirlashimiz va bu Cumhuriyetlar uchun hayotlarini fido qilgan shehidlarimizni aslash, ularning ruhiga duo qilish bizning vijdoniy, diniy va milliy burchimiz. Aziz millatimiz va qadrdon dohilarimiz yaqin tariximizda, ya'ni 1933 yili 11 oyning 12 kuni va 1944 yili 11 oyning 12 kuni mustaqil Cumhuriyet qurib, Sharq Turkiston xalqining milliy erkinlik irodasini dunyoga jakarlash bilan qolmay, balki Sharq Turkiston xalqining yuksak demokratik engini dunyoga namoyon qilgan edi. Bundan 70 necha yil ilgari dunyoda demokratiya tushunchasi tex amdil bix urayotgan. Cumhuriyet tushunchasi dunyoning intayin az bir qism rayonlarida shakllangan bir sharoitda ajdodlarimizning dunyoga Cumhuriyet e'lon qilib, millatimizning demokratik engini namoyon qilishi intayin ahamiyatli bir hodisa edi. Demak, 70 necha yil ilgari Cumhuriyet qura olgan, demokratiyani namoyon qila olgan bir millatning demokratiya insoniyatning umumiy qimmat qarashi va eng adil hokimiyat shakli bo'lib qabul qilinayotgan bugungi kunda demokratiyadan bahramon bo'lish, demokratik haq huquqi uchun, erkinlik uchun kurash qilish muqarrardir. Dünya Uyg'ur qurultiyi barliq Sharq Turkiston tashkilotlarini, siyosiy faoliyatchilarimizni va keng avom xalqimizni har yilqiga o'xshashla bu yilmi har xil shakllar bilan xotirlash faoliyati o'tkazishga, bu xotirlash faoliyatlari bilan vatandoshlarimizni, jumladan yosh nasllarimizni Cumhuriyetimiz haqida cho'nqur tushunchaga ega qilish, milliy ruhini uyg'otish, milliy da'voyimizga bo'lgan sadoqatini kuchlantirishga chaqirdi. Amerikadagi Uyg'urlarning eng cho'ng ommaviy tashkiloti bo'lgan Amerika Uyg'ur birlashmasining 9-navbatlik saylimi 26 oktyabr kuni g'alabalik o'tkazildi. Amerikaning Virginia, Maryland va boshqa shtatlardan kelgan 300 Uyg'ur jamoati 26 oktyabr kuni bir yerga jam bo'lib, 2019-yillik saylam komitetining nazoratchiligida 9-navbatlik saylimi oshkor bilet tashlash usuli bilan rais va hay'at a'zolarini saylab chiqdi. Saylam bilet tashlashdan avval Amerika Uyg'ur jamiyatining yo'qlikdan barliq kelish va zo'riyish jarayonida ishlangan xizmatlar aslab o'tildi va fidokorlik bilan xizmat qilgan shaxslar yig'in ahliga doklad berdi. Saylamda har qaysi joylardan kelgan Uyg'ur jamoati bu qatimki raislik nomzodiga o'zini ma'lum qilgan Quzzat Altayni qo'llash yoki qo'llamaslik bo'yicha o'zlarining saylam beltini tashlagan bo'lib, oxiri Quzzat Altay saylam ahlining 95% qo'llashi bilan Amerika Uyg'ur birlashmasining yangi bir navbatlik raisi bo'lib saylandi.
Saylamdan keyin Quzat Altay va hay'at a'zolari o'zining navbatdagi vaziyatni qilmoqchi bo'lgan ishlari haqida saylam ahliga ma'lumot berdi. Shundaqla ko'pchilikning so'ragan savollariga tegishli javob berdi. Kanada Sharq Turkiston jamiyatining raisi Tuyg'un Abduyli 2019-yil 10-oyning 25 kuni Kanadaning Vancouver shahriga berib, u yerdagi Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlar bilan ko'rishdi. 2019-yil 10-oyning 26 kuni tushdan keyin soat 7 dan 10 gacha 2019-yillik musulmon ayollar ovozi mukofoti yig'inida qatnashdi. Bu yig'inda Kanada Sharq Turkiston jamiyatining ayollar komiteti bo'lim mudiri Tunsa qiz beritish, Kolumbiya o'lkasi bo'yicha adil jamiyat barpo qilish ilg'ori bo'lib mukofot nomzodi kirgizildi. Yig'in riyosatchilari Uyg'ur musulmonlarining beshi kelayotgan zulmlar, irqiy qirg'inchiliklar va lagerlar haqida so'zildi. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.